Bismillahirrahmanirrahim. Biz tünü gün insanlarda buluşu mümkün. Eşec İbni Qays deb bir sahabinin hikayesi sözlegen tuq. Bu sahabinin Peygamber Aleyhisselam tilga algan Allah yaxşı görgen mundaq ikki süpütü var degan insanlarda bolsa. Yani el-hilmu vel-enat. Biz tünü gün enat degan süpütünü sözlük. Yani egir besik boluş, üzünü tutuveliş, soğuqqan boluş degan ma'nada. Endi biz bugün el-hilmu, hilm degan ma'nosini so'zlaymiz. Endi bu hilm degan so'zning ma'no doirasi nihoyatda kengri. Ben bir şeyde bir qisqacha bir narsani eskertib qo'yay. Balkim sizlar anlash davomida bunda bir narsani his qilishingiz mumkin. Lekin ma'nosi birisi-birisiga nihoyat o'xshab ketadigan so'zlarni men ayrim bir axloq sifati qilib so'zlayapman. Bu arab tilidagi ba'zi so'zlarning ma'nosi biz uyg'ur tilida tarjima qilsakmi, shu ma'noning barliq ma'nosini o'z ichiga olmaydi. Masalan, biz bugun shu hilm degan so'zning ikki ma'nosidan birini so'zlaymiz. Ya'ni o'xshashla farosatlik bo'lish, aqilona ish qilishni bilish degan ma'noda. Ikkinchi ma'nosi inshaalloh buni aytib so'zlaymiz. Ochiq kelganda o'zining ochiqini tutib ola oladigan bo'lish, o'zini besib ola oladigan bo'lish degan ma'noda. Endi klassik arab lug'atlaridan, mashhur lug'atlardan Tajul Urus, Lisonul Arab degan lug'atlarda hilm degan so'zga bunda ta'bir bergan. Ya'ni tamkin bo'lish, eg'ir besiq bo'lish, farosatlik bo'lish, ya'ni bir ishni qilishning epini bilish degan ma'nolarda. Hozir deganimga o'xshash yig'inchoqlaganda biz ikki ma'nosini so'zlaymiz. Bugun so'zlaydiganimiz farosatlik bo'lish. Ya'ni uning yana bir o'xshash ma'nosi nima desa, hikmat bilan ish qilishni bilish. Hamda hikmat degan so'z Qur'oni Karimda jiq takrorlangan muhim kalimalarning biri. Masalan, arab tilida hikmat, hakama degan so'zdan kelgan. Buning ma'nosi har narsani o'zining o'rniga qo'yishni bilish degan. Ya'ni hikmat bilan ish qilish degan vaqtda ma'lum bir ishni o'zining vaqtida, o'zining shakli bilan, o'zining talabiga loyiq va o'zining miqdorida qilishni bilish degan ma'noda. Masalan, hikmat bilan ish qilguvchi degan vaqtda bu aql bilan ish qilguvchi deganli ma'noda emas. Ya'ni aql bilan ish qilishning texnik konkretlashgan shakli muayyan vaqt, muayyan shakl, muayyan o'rinda o'z miqdoriga loyiq ish qilishni bilish degan gap. Yine ba'zi olimlar hikmatni ma'lum bir ishni eng zo'r darajada foyda ola oladigan shaklda qilish va ziyonni eng tuvan chekka tushira oladigan shaklda ish qilishni bilish deb ta'bir bergan. Hazrati Ömer radhiyallohu anhuning Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haqida degan muhim bir gapi bor. Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu nima bo'lgan vaqtda, xalifa bo'lgan vaqtda Ömer ibn Xattob u menga qaraganda, ya'ni Hazrati Abu Bakr menga qaraganda u bakrak halimdir degan so'zni ishlatgan. Bu yerdagi halim degan so'zning ma'nosi u menga qaraganda tajribalik, menga qaraganda farosatlik, menga qaraganda texmi o'zini tutib ola oladigan bir odam degan ma'noda. Endi aytib muhim bir hadis var. Muslimda rivoyat qilingan. Payg'ambar alayhissalom masjidda o'sha qiyomat yaqinlashgan vaqtda o'sha paranglar. Bu paranglar degan gap endi ayni vaqtga til bo'yicha aytganda o'sha rumliqlar. Hozirgi tilimiz bo'yicha aytganda g'aribliklar. Qiyomat yaqinlashganda o'sha butun zaminni qoplab ketadi deb shunday bir so'zni qilgan. Buningdan keyin masjiddan chiqqandan keyin bu so'z haqida sahobalar g'ulg'ula qilishgan. Shuning bilan Amr ibn As, ya'ni mashhur sahobalarning biri, men sizlarga shu paranglarning mana 4 xil xususiyatini so'zlab beraymi deb, nihoyat muhim 4 xil xususiyatini so'zlaydi. Hozir biz vaqt e'tibori bilan hammasi haqida to'xtalamaymiz. Uning ichidagi bir narsani deydi. Ular shu sinoq mezgillarida, ya'ni krizis paytlarida yoki beshiga kun tushgan qiyin paytlarda o'zini tutib olishni biladigan nihoyat halim kishilar deb shunday. Ya'ni halim iborasini shu hadisda ishlatgan. Biz yuqorida halim so'zining hikmat ma'nosi bilan ma'nodash ekanligini so'zladik. Hikmat nima tushuntirishga tegishli bir nihoyat muhim so'z. Alloh Qur'oni Karimda mundaq degan: "Ey Parvardigorimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan, kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni sahih sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uvchisan." Mushu oyatdagi ularga kitobni va hikmatni tushuntira oladigan. Nurg'un mufassirlar bu yerdagi hikmatni sunnat, ya'ni hadis deb izohlaydi.
Yani birisi Kur'an, ikincisi hadis yoki sünnet degan ma'noda. Yani Qur'ondan keyinla, yani kitob, yani Qur'ondan keyinla hikmat tang agishib kelgan. Hani mening tushunchamcha hikmatning yana bir muhim bir ma'nosi ma'lum bir ishni qilishning usullarini bilish degan ma'noda. Yani ma'lum bir ishni eng unumli, eng natijalik usulda qilishni bilish. Mesela bir adam, bir hakim adam bo'lsa, bir hikmatlik adam bo'lsa, o bir ishni qilib qo'ymaydi. Yani o ishni qanday qilishning usullarini, epi cepini biladi. Yani ameliyatda parasat deganimiz shu. Mesela biz bu adamga aytib parasatlik odamga degan vaqtda ish qilishning epini bildigan, qanday vaqtda qanday so'zlashni, qanday vaqtda nima qilishni bildigan odam degan ma'noda tushunamiz. Yani Allah Qur'oni Karimda o'sha hikmat berilgan bo'lsa, uningga nihoyatda katta yaxshilik berilgan bo'ldi deb shunda degan. Mesela Luqman alayhissalomning sifatini sifatlab, biz Luqmanga hikmat ato qildik deb shunda degan. Yana bir oyatda sizlar Allohning yo'liga hikmat bilan chaqiringlar degan. Men yuqorida degan bir ishni qilishning usullarini bilish deganning ma'nosi balki mush oyatda taqim ro'shan ifodalanishi mumkin. Yana sizlar Allohning yo'liga chaqirgan vaqtda, kishilarni haq yo'liga da'vat qilgan vaqtda ish qilib so'zlab qo'ysanglar hisob emas. Men yetkizdim, men davoldim desanglar hisob emas. Balki imkoninglar, aqlinglar, ilminglar yetgan doira ichida qanday qilsam mushu kishilarni bu haqqa qoyil qila olayman deb eng yaxshi usul chora qo'llanishga tirishinglar degan ma'noda. Bu o'xshamagan davrlarga asosan o'xshamasligi mumkin. Ma'lum davrlarda biz ma'lum usul qo'llanishimiz mumkin. Mesela bugungi davrlarda biz tordan, internetdan, mana shu ekranlardan foydalanyapmiz. Yani ma'lum bir davrda boshqa bir usul qo'llanishga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, so'zni talaffuzga diqqat qilish, ishlatgan iboralarga diqqat qilish, hatto kishilarning mijoziga, psixikasiga, biz so'zlayotgan kishilarning madaniyat orqa ko'rinishiga, kelib chiqishiga, shularga diqqat qilish, gap so'zlarni shuningga asosan yasash, so'zlash, mana shularning hammasi hikmat jumlasidir. Agar biz o'sha hikmat, halim degan bir sifatni o'zimizda hozirlagan bo'lsak, biz nurg'un ishlarda ortiqcha ziyon tortmagan, nurg'un ishlarda mag'lub bo'lmaydigan yerlarda mag'lub bo'lmagan bo'ladi. Ammo biz ba'zi vaqtda men ishni qilsamla hisob, ya'ni Alloh menga sababni qilinglar debdikan, boshqa bilan ko'rim yo'q deb sababni voyaga yetkazib qilishning o'rniga xuddi bir madikaga o'xshash qo'polroq deganda ish qilib boshliqim menga bir xalta unni mayad-mayaga yo'tkib eting dedi, debli yo'tkab qo'ydigan. Bu xil yusunda dinimizga ve vazifelerimizga muomala qilish bizning ishlarimizda da sifat xarakterlik ilgirlashini qat'iy qo'lga keltirolmaydi. Bizning dardimiz qanday qilganda bu ishni eng voyaga yetkazib qila olaymi? Mana mushu bo'lish kerak. Shu Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisida mundaq deydi. Alloh eng yaxshi ko'radigan ishlarning birisi shu mu'minning bir ish qilgan vaqtda uni voyaga yetkazishi, ya'ni o'z imkoniyati ichida eng yaxshi qilishga tirishishi. Mesela belki ayolni tamak etkende, erli ticaret kılganda, biz ügünüş kılganda, kitap okuganda, mayli qanday bir ishni qilayli, agar musulmonlar mushu hadisga amal qilgan bo'lsa, ishini voyaga yetkazishni bilgan bo'lsa, balki mushu hadisga amal qilganligimiz uchunla, balki biz bugungi kunda yer shahridagi eng qudratli, eng kuchli qavm biz bo'lishimiz mumkindi. Ammo hala bugungi kunga kelganda biz boshqalar qilganlarga aytib sifatli, yuqori texnikalik mahsulotlarga qarab hayron qolamiz. Ajab ma'ni isil loyihalabdi. Ma'ni no'ch qilibdi. Amaliyotda shu no'ch qilish, isil loyihalashning tigida yotgan narsa nima? Ma'ni qilib qo'ydik, endi bo'ldi emas. Biz bugun bunda yasadik. Kilaqitim ma'nidan texmi isil yasayli. Texmi isil loyihalayli degan mushu tafakkur odati bilan bu taraqqiyotli qo'lga kelyapti. Asli bu bizda bo'lishga tegishlik, biz musulmonlar hozirlashga tegishlik sifatdi. Endi oxirida muhim bir nuqtani qo'shib qo'yaman. Qanday qilgan vaqtda biz shunda halim bo'la olamiz. Ya'ni bu halim degan bu sifat, ya'ni farosatlik bo'lish, oqilona ish qilishni bilish, hikmat bilan ish qilishni bilish degan bu sifatga biz erisha olamiz. Tövendeki bir qancha yo'llar nihoyatda muhim. Birinchisi, bu sifatga erishishga nisbatan haqiqiy ixlos bo'lish. Ya'ni ichimizdan intilish, ig'zimizning ushida yoki qalbimizning sirtida emas, balki ichimizdan intilish va duo qilish. Payg'ambar alayhissalom Abdullah ibn Abbas haqida nihoyatda isil bir duo qilgan. Ey Allah, sen buningga hikmatni bildirgin deb shunday degan. Abdullah ibn Abbas kim? Abdullah ibn Abbas sahabelarning ichidagi eng olim sahabe. Uning Qur'on tarjimoni deydigan isil laqabi bor. Ya'ni Qur'onni eng yaxshi tushungan,
en yaxshi bilgen sahabe bizning tarixiy manbalarimizda Abdullah ibn Abbas ve başka bir qancha sahabe. Yani Allah sen bunu bir hikmetni bildirgen deb Peygamber Aleyhisselam'ın duasını algan bir büyük sahabe. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ı üzüge ey Allah sen bana hikmet ata kılgın deb dua kılgan. Şunlaşka her vakit bu dualarımızda kemçil kılmasımız lazım. İkincisi en akalli çaresi ügünüş. Yani ilim talep qilish. Hikmetga erishish, aql ügünüş, parasetlik buluş, ügünüş bilan amalga oshadi. Biz uni mayli kitob o'qish orqali yoki anglash orqali nima qilsak qilaylik, chunki ügünüşning usullarini aytib ko'p. Ügünüş yo'lida ching turgan vaqtimizda ügenmeyen kişilerga qolganda cho'qim parasetlik, aqlliq bo'lganligimizda shak yo'q. Üçüncüsü tecrübe bilan ügünüş. Bu tecrübe intayin muhim. Biz belki özümüzden hayat tecrübesinden ügünüşümüz mümkün. Bundan akıllı kişiler özünün hayat tecrübesini ügündü. Ama tekme akıllı kişiler özünün hayatı dilemez, başkalarının tecrübelerini ügünelerdi. Yani ularının başkalarının hayatıdaki köygen açık savaklarını yeküllep öz hayatına tedbiklayalaydı. Şuna Hazreti Muaviye radıyallahu anh'ın ayeti meşhur bir sözü var. Tecrübe boğmay, yani tecrübe boğmay paraset bulmaydı. Yani tecrübe toplamayan adamda akıl paraset bulmaydı. Hem de hemimizin beşedin nurgun tecrübe, nurgun ısık soğuk ütüşü mümkün. Ama bu tecrübe, ısık soğuk hakkında soğukkan oylan işle bilmesek, hulası çıkır işle bilmesek, hatta biz 70-80 yaşa kirgenden keyin mu, okşaşla 10-15 yaşlık balığı okşaş, nadallıkını taşlayanmay bu alemden ötep gidişimiz mümkün. Çünkü tecrübe beşimizin ötsülü hesap emez. Onu hulaseleşini bildiğin bir akıl paraset nahayeti mühim. Şundakla üzümüzün kirlemez, başkalarının, mesela palanı, mesela değil, aşkana içip mavi noktalara dikkat kılmadı. Eğer ben aşkana açsam, avı dikkat kılmagan işlerini ben bunda kılay. Palanı ügünüş kılgan vakitte ma usulunun ayeti doğru kılgan, onun ayeti ünümü olgan, bu usulunu ben mi işiltip bakayçı? Mesela şahs noktasıdır. Eğer biz millet seviyesi kütüğe vaktimizde palanı milletle manda işe dikkat kılmaganlığı için munqariz oldu. Bunda işlerini yaxşı kılganlığı için özünün erkinliğini azalttıkını kolu keltirdi. Dep hulası kılışını bilsek o vakitte biz mi başka milletlerinin tecrübesinden ügünüp özümüzün hayatına, küreşlerine tedbiklayalayımız. Hem de ahırda dördüncüsü bu parasetlik, akıllık, tecrübelik kişilerle dostlaşış, arlaşış, ulanın sözlerinden, nasihatlerinden uzuklanış. Ula arkalık özümüzün bilim gazinesini toluklaş. Beşincisi, mühim nokta, tarih okuş, tarih ügünüş. Tarih, bayan kısa tecrübe dediğinin biraz tardairlik gel. Bu olarak bir şahsının tecrübesine ügünüşümüz mümkün. Ama tarih, insanlar beşidin ötküzgen nurgun açık savaklarının bir yığındısı. İsimde kılıçı Şeyh Sa'di'nin o deyme, bir meşhur sözü var. İnsanların tarihi ibret ile tolgan. Ama ibret almaydıqanlarının yeşi bilen tekimicik tolga deydi. Doğru. İnsanların tarihi aiti nurgun açık savak bilen tolgan. Ama şunda açık savak turuqluq, yani biz özümüzün tarihideki ya başkalarının tarihideki şu açık savaklarını vaxtida yekünlemey, dikkat kılmaganlığımız için okşaş hatalıqның bedelini mana bugünkü günde qenimiz bilen, cenimiz bilen, hatta ar nomusumuz, ippitimiz bilen tölevatımız. Şu Peygamber Aleyhisselam müminlerin sübütünü sübetligen vakitte bir mümin, yani la yuldegul mu'minu min cuhretin vahidetin merreteyn diye. Bunun manası nima? Bir mümin bir kıtım çekilgan tüşükten ikinci kıtım çekilmaydı degan gap. Bunun manası bir kıtım sepilip ketken katekke ikinci kıtım sepilmaydı deganlik. Eğer bir adam tarihte bilmese, tarihte şu milletle, şu devletle sepilip ketken şu hile mikir, şu tuzaklarını düşenmese, ikinci kıtım, üçüncü kıtım, hatta tekrar sepilip ketişi mümkün, düşüp ketişi mümkün. Şu Allah ahirde hemmimizge bu açık savaklarını hulası çıkaralaydıgan, ders alalaydıgan, hatalıklı tekrar sadır kılmay, eksici onundan ibret elip, üzümüzden mağadıgan yolunu yurutalaydıgan akıl paraset ata kılsın.